Assalomu alaykum. Bizga kelib tushgan savollardan birini o'qib eshittiramiz. Assalomu alaykum. 2 yoshli farzandim bor. Sobiq xo'jayinim farzandim bilan ko'rishmoqchi. Savolim shundan iboratki, bola ko'rishish tartibi qanday? Meni va sobiq xo'jayinimning huquqlari nimalardan iborat? Oila kodeksining 76-moddasiga ko'ra, boladan alohida yashayotgan ota-ona bola bilan ko'rishish va uning tarbiyasida ishtirok etish huquqiga ega. Ota-ona boladan alohida yashaydigan otaning ota-onalik huquqlarini amalga oshirish tartibi to'g'risida yozma ravishda kelishuv tuzishga haqlidir. Agar bola bilan ko'rish bo'yicha nizo kelib chiqadigan taqdirda, bola bilan ko'rish sud tartibida hal qilinadi. O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi plenumining bolalar tarbiyasi bilan bog'liq nizolarni hal qilishda sudlar tomonidan qonunlarni qo'llash amaliyoti to'g'risidagi qarorning 7-bandida boladan alohida yashayotgan ota-onaning huquqlarini kelib chiqqan holda sud bola bilan ko'rish vaqti, joyi, ko'rish davomiyligi belgilab beradi. Shuningdek, sud bola bilan birga turadigan ota yoki ona bunga qarshilik ko'rsatmaslik majburiyatini yuklaydi. Shunga asosan, agar sizlarning o'rtalaringizda bola bilan ko'rish bo'yicha kelishuv bo'lmasa, bola bilan ko'rish bo'yicha sud qarori chiqarilishi kerak. Bola bilan ko'rish bo'yicha sud qarori chiqarilgandan so'ng sud belgilab berilgan vaqtda bolani otasiga ko'rsatishingiz shart. Agar qarshilik ko'rsatsangiz, qonunda belgilangan tartibda javobgarlikka tortilasiz. Xulosa qilib aytganda, agar er-xotin o'rtasida kelishuv mavjud bo'lmasa, sud qaroriga asosan belgilangan vaqtda bolani otasiga ko'rsatish shart. Qadrli yurtdoshlar, agar o'zingizni qiziqtirgan boshqa huquqiy masalalar bo'yicha ma'lumot olmoqchi bo'lsangiz, bizning advice.uz huquqiy axborot portalidan bemalol foydalanishingizni eslatib o'tamiz.